Bugun korrupsiya butun dunyo oldida turgan eng dolzarb muammolardan biridir. Bu illat nafaqat iqtisodiyotga, balki jamiyatning axloqiy, siyosiy va ma'naviy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bu borada yoshlarga bo'lgan ishonch va ularning faolligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Yoshlar parlamenti a'zolari uchun huquqni muhofaza qilish akademiyasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv doirasida yoshlar korrupsiyaga qarshi harakat yetakchilari mavzusida ochiq muloqot va o'quv seminari ham tashkil etildi. Unda yoshlarning korrupsiyaga qarshi kurashdagi o'rni, huquqiy savodxonligini oshirish va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Deputatlar va yosh faollar bu boradagi dolzarb fikr va takliflari bilan o'rtoqlashdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida albatta birinchi navbatda muhtaram prezidentimiz aynan joriy yilning 5-mart kuni o'tkazilgan kengaytirilgan mana shu yig'ilishdan kelib chiqqan holda yo'l xaritalari borasida yoki belgilangan vazifalar borasida yoki aynan 25-apreldagi prezident farmonida belgilangan vazifalar bo'yicha bir qator vazifalarni amalga oshirish borasida yana nima ishlar qilishimiz kerak degan savollarga javob topdik. Shu bilan bir qatorda aytishimiz kerakki, bugun yoshlarimiz, yoshlar parlamenti xususan har bitta mana Oliy Majlisdagi barcha qilinayotgan ishlarda faol qatnashyapti. Korrupsiyaga qarshi kurashish borasida albatta eng katta kuch bu yoshlar hisoblanadi, chunki mamlakatimizda 19 milliondan oshdi mana yoshlarimiz va xalqaro tajribaga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, bu borada mana bir qator loyihalarni ham yoshlarimiz aytayapti. Ta'lim tizimini o'zida ham masalan Grace loyihasi asosida, ya'ni o'sha bog'cha tizimidan katta yoshdagi odamlargacha Grace tizimi, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hali korrupsiya nimaligini bilmaydi. Masalan, bugungi kunda o'sha maishiy korrupsiyani oldini olish borasida albatta korrupsiyadan xoli bo'lgan halollik prinsipiga, halollik vaksinasiga yoki o'sha toza qo'llar prinsipi asosida ishlanish kerakligi, ya'ni kimlar ko'proq o'sha korrupsiyadan xoli bo'ladi. Birinchi navbatda shuni aytilyaptiki, bilimli yoshlar. Ya'ni bilimli yoshlar bugun o'qib, bilim olib, bir nechta malakani demak o'zlashtirib o'zlari bir emas, mana masalan bir nechta oliy o'quv yurtlariga ham kirib boryapti. Yoshlar har doim o'zgarishlar yetakchisi bo'lgan. Bugun ham aynan yoshlarga korrupsiyaga qarshi harakatda yetakchilik topshirilmoqda. Ularning energiyasi, zamonaviy fikrlashi va qat'iy pozitsiyasi korrupsiyaga qarshi kurashda kuchli turtkidir. Yoshlarga ishonish, ularni bu yo'lda qo'llab-quvvatlash, kelajakni halollik ustiga qurish demakdir. Davlatimiz rahbarining 5-mart kuni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashning kengaytirilgan yig'ilishida Yoshlar parlamentiga alohida vazifalar belgilab bergan edilar. Shu nuqtai nazardan demak 21-aprelda prezidentimizning alohida farmonlari qabul qilindi. Farmonning 32-bandiga muvofiq Yoshlar parlamenti a'zolarini doimiy ravishda malakasini oshirish, joylarda bo'ladigan nazorat tahlil tadbirlariga Yoshlar parlamenti a'zolarini jalb etish masalalari ilgari surilgan edi. O'quv seminari tashkil etdik. O'quv seminarimizda demak korrupsiya tushunchasi, korrupsiyaning g'oyasi, korrupsiya qayerdan paydo bo'ladi, korrupsiyani oldini olish bo'yicha alohida mana shu prezidentimiz ta'birlab aytganda maishiy korrupsiyani oldini olishda yoshlarning o'rnini oshirish nuqtai nazaridan dastlabki yoshlarimizning malakalarini oshirib oldik. Demak, har oyda bu muntazam ravishda yoshlarimiz malakasi oshirib, ularni demak birlamchi bilim ko'nikmalari mustahkamlanib boriladi. 150 nafar yoshlar parlamenti a'zolari joylarda, hududlarda yoshlarning manfaatlarini himoya qilish bilan birga yoshlarni halollik vaksinasi bilan emlashdi. Shu bilan birgalikda ta'lim muassasalari, ayniqsa mana hozir prezidentimiz tomonidan dolzarb 90 kunlik tadbirlar loyihasi amalga oshirilyapti. Mana shu dolzarb 90 kunlik tadbirlar davomida ayniqsa biz mahallalarda yurib, demak yoshlarimizni kayfiyatini o'rganish bilan birgalikda ularni qiynab kelayotgan muammolarni tahlil qilib, hamda korrupsiyani oldini olish bo'yicha biz alohida bir chora-tadbir rejalarini ishlab chiqdik. Korrupsiya jamiyat tanasidagi sekin ammo xavfli kasallik. U ishonchni yimiradi, tenglik va adolatga putur yetkazadi. Korrupsiyani faqat qonun bilan emas, balki ong bilan ham yengish kerak. Biz yoshlar bu borada yetakchilik qilishimiz, doimo halollik va poklik tarafdori bo'lishimiz lozim, deydi Yoshlar parlamenti a'zolaridan biri. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekistonda olib borilayotgan ishlar va jahon miqyosida, xalqaro miqyosida tajribalar bilan taqdimot ko'rinishida bizga o'quv seminari o'tkazib berishdi. Ushbu o'quv seminar doirasida olgan tajribalarimiz bo'yicha o'zimiz Yoshlar parlamenti a'zolari, prezidentimiz ko'p ta'kidlayotgan o'sha halollik vaksinasini tarqatish bo'yicha yoshlar orasida targ'ibot o'tkazish, yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yoshlar orasida targ'ibot tadbirlarini o'tkazish bo'yicha rejalar belgilab oldik. Men shaxsan Xorazm viloyatida Hazorasp tumanida mahalliy yetillik a'zosi bo'lib ishlayman, ijtimoiy xodimman.
o'z mahallamda va mahalla miqyosida, tuman miqyosidagi yoshlar orasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha, halollik vaksinasini tarqatish bo'yicha targ'ibot tadbirlari o'tkazish bo'yicha aniq rejalar belgilab oldik. Olgan tajribalarimizni viloyatimizda, mahallamizda yoshlar orasida targ'ibot tadbirlarini o'tkazishga ishlaymiz. Tadbirda ishtirokchilar interaktiv mashg'ulotlarda qatnashib, korrupsiyaga qarshi kurashda zamonaviy yondashuvlar, xalqaro tajribalar va milliy qonunchilik asoslari bilan tanishdi. Yunusobod tumani Shoshtepa mahallasi navbatdagi uchrashuvimiz bo'lib o'tyapti. Demak, bu yerda yoshlar, aholi vakillari bilan suhbatlashib, ularni qonunchilikka takliflarini, korrupsiyani oldini olish bo'yicha, demak, taklif tashabbuslarini o'rganish va olib borilayotgan islohotlar haqida ham aholimizga, yoshlarimizga ma'lumot berish uchun ham tashkil etildi. Albatta, bunday uchrashuvlarning maqsadi, ko'lami yoshlar korrupsiyaga qarshi, demak, kurashish tashabbuskorlari g'oyasini hayotga joriy etish, shu bilan birgalikda mamlakatimiz olib borayotgan ijtimoiy siyosiy masalalarda yoshlarni o'rni va nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari korrupsiyaga qarshi kurashda nafaqat o'zining ijtimoiy immunitetiga, balkim shaxsiy pozitsiyasiga ham ega bo'lib bormoqda. Buning uchun biz nafaqat guruh bo'lib, balki jamiyatimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Shu sababli biz bugun yoshlar parlamenti a'zolari bilan Yunusobod tumanidagi Shoshtepa mahallasiga tashrif buyurdik. Bu yerda biz yoshlarni korrupsion holatlarga qarshi kurash bo'yicha o'zlarining taklif va fikr mulohazalarini eshitib boryapmiz. Va biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bilan birgalikda faoliyat olib borib, sud, huquq va korrupsiyaga qarshi kurash masalalari qo'mitasida yoshlarni jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha rolini oshirishga harakat qilyapmiz. Sud, huquq va korrupsiyaga qarshi kurash masalalari qo'mitasi bilan birgalikda mahallalarga chiqib, yoshlarni ana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha takliflarini o'rganishimiz aynan joylardagi aholilarni muammolarini fikriy nuqtai nazardan bilishimizga olib keladi va bu yoshlarni birinchi navbatda huquqiy savodxonligini oshirishga, ularni o'sha ommaviy ravishda korrupsiyaga qarshi immunitetga ega bo'lishga chaqiradi. Aytish kerak, bu tashabbus yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni muhim davlat masalalarida ishtirok etishga rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Chunki korrupsiyaga qarshi kurashda eng kuchli qurol bu bilimli, huquqiy jihatdan savodli, halol va tashabbuskor yosh avloddir.